Bu dağlar, egiz dağlar, vay çıqay deymen. Qanatim qildi bağlaqliq, vay uçalmayman. Bu dağlar, egiz dağlar, vay çıqalmayman. Qanatim qildi bağlaqliq, vay uçalmayman. Şenmisan kilip ketkin, ko'rgin alimni. Men seni suyay deyman, vay suyalmayman. Şenmisan kilip ketkin, ko'rgin alimni. Vaslinga yetay deyman, vay yetolmayman. Vaslinga yetay deyman, vay yetolmayman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Arslan Live ekranımıza hoş geldinler. Bugünkü temimiz bolsa vatanga berib kelayotganlar. Bu vaqtda asli bir necha ay avval bu vaqtimiz to'xtalgandim. Chunki Avstraliyadan asli bir yil, bir yarim yillar bo'ldi. Avstraliyadan ba'zi Uyg'urlar degim yo'q, Shinjongliklar berib kelayotganlar. Qaysi kuni videolarni ko'rdinglar. Shu Gollandiyadan bir necha oila, bir necha kishi shu vatanga berib, quchoqlashib, ko'rishib, uylarini ko'rsatib degandek. Men bu vaqtda lager shayti Ömer Bekali akamizni ekranimga taklif qildim. Bu haqda bir ozroq paranglashaylik deb. Assalomu alaykum Ömer aka, yaxshimi? Yaxshi turdingizmi? Va alaykum assalom Arslan. O'zingiz yaxshi turyapsizmi? Alhamdulillah yaxshi turdik. Aka, gapni boshlaylik. Qaysi kuni siz bir rasmlarni, bir videolarni ham eklab qo'yibsiz. Azroq bir yozma, azroq bir inkasini bildirib qo'yibsiz shu vatanga berayotganlar haqida. Shu haqda bugun to'xtalaydigan. Siz bir lager shayti bo'lish sifatingiz bilan shu bugungi kunlikda hozir bir irqiy qirg'inchilik bo'layotdi. Siz bu irqiy qirg'inchilikni bevosita o'zingiz yashadingiz, ko'rdingiz, angladingiz va dunyoga necha yildan beri Alloh rizosi uchun anlatyapsiz, dunyoga tushuntiryapsiz. Siz qanday tuyg'uda bo'ldingiz shu videolarni ko'rgan chog'da va shu Uyg'urlar berib kelyapti degan xabarlarni olgan chog'da? Men bu videoni ko'ribla yuragimga pichoq urgandeklan bir shunchalik bir ansirash va qo'rqinish va g'azab nafratim paydo bo'ldi. Chunki biz Xitoy shu vaqtgacha mana 6 yil mobaynida ochiq oshkora qilayotgan bu qirg'inchiliklarni dunyo mediasidan yiroq tutib, butun kuch bilan yushirib, ipirayotgan bir qirg'inchilikqa biz o'zimiz ashar shu yashab chiqqan holatda buni biz dunyo xalqiga anglatib, butun dunyo xalqi Xitoyning naqadar bir fashist bir hukumat ekanligi, aldamchi, saxtapaz bir hukumat ekanligi dunyo xalqiga dalilinib chiqib, o'tirib chiqqan bir fursatlarda endi shuni to'xtatishga jiddiy harakat qilayotgan, qonunlarni ma'qullayotgan, iqtisodiy zarba berayotgan bir paytda bizniki bu o'z xalqimizniki, o'zimizning yana urg'uylarniki va bizning yurtimizga qaytib berishi ajoyib. Bizni bir bu lager shayton deganlar yolg'on. Xitoy hukumati hech qanday qirg'inchilik qilayotgani yo'q. Mana biz normal berib kelyapmiz, urug' tuqqanlarimizni aloq qilyapmiz degandek bir sapsadan o'tirib chiqishi meni nihoyat qattiq umidsizlantirdi, nihoyat g'azablantirdi bu narsa. Asli bu bir yangi xabar emas. Siz bu xabarni shu videolar orqali tunudingizmi yoki bo'lmasa burun necha oy avval ya da yarim yil avval anlaganmidingiz yani buni? Bu 2018-yilda Turkiyada vaqtidami? Turkiyada mushtaq kirib chiqayotgan ba'zi qiz o'g'illarning borlig'ini
men xabar topgan, ammo bu narsa ular bu mediaga undaq o'ziniki nimasini yaymasdan, masalan, yoshirin berib, Xitoyning xizmatini qilib, domsatgan bo'lsa, u biz endi uning biz amal yo'q endi bu chog'larda. Hmm. Hozirgidek bizniki butkul bizniki Facebook sahifasi bo'lsin, Twitter bo'lsin, hammasida, TikTokda bo'lsin, bizniki bu diasporadagi inqilobchi va inqilobchi bo'lmagan qarindoshlarimizniki butkul videolarini, yozmalarni hammasini orqadan ko'rib turuqliqchi. Har qaysi mamlakatlardagi siyosatchilar, kishilik huquq tashkilotlari hammasi Uyg'urlarning nazarda qanday faoliyatlarni qilyotidi, nimalarni yozyotidi, ular qanday umid orzulari bor, nimalarni kutyotidi xalqaradan degan narsa bo'yicha ular bizni har doim biz ergishib ko'riklik. Bütün internet kishilarning hammasini ko'rib turuqliqchi. Mana shunday holatda ularniki o'sha yoqqa berishi bizning bu butkul qilgan emgaklarimizni faqat biz lager shoirlar emas, butkul shu o't yurak, vatanparvar, millatparvar qarindoshlarimizning qilgan emgaklarini yer bilan yakson qilib tashladi deb o'ylayman. Masalan, sizga mayli muxbir bo'lsin, mayli siyosatchi bo'lsin, masalan bundan keyin navada shu savolni so'rab qolsa, sizlar irqiy qirg'inchilik bo'layotdi deysizlar. Lekin bu yerda videolar o'tirib chiqyapti. Tamam, Xitoyning propagandasi Uyg'urlarni usulga sevayotgan, ko'kitayotgan, uni yag'an desak. Lekin o'zinglarning Uyg'urlar Yevropadan, Avstraliya, Amerikadan, Turkiyadan berib kelyapti deb so'rab qolsa sizdan, siz buningdan keyin qanday bir shaklda javob bermoqchi? Bu bir intayin bir javob berish tez bo'lgan bir savol, chunki buni amaliyotda Xitoyda yashab boqqan insonlar, mayli Amerikalik, mayli Yevropalik, hammasi biladi bu ahvolni. Ya'ni Xitoyning intayin yasalma pas, shunday hiyla bilan o'zimizni qiltoqqa o'zimizni tushirib, o'raka tushirib, o'zining xizmatini qildiradigan tashviqot materialini aylantirayotgan bu bir haqiqatligini biladi, ammo yanalar ko'p qism media va tashkilotlar bu ahvolga qarab albatta gumon tug'dirdi. Bunga javob berish intayin qiyin bir masala. Ayni vaqtda biz guvohlik bergan vaqtda buni dalillashimiz shunchalik tashkil to'xtagan narsa. Chunki buni dalillaydigan fotograf yo'q. Faqat qo'limizda qo'lga ilingan qog'oz va tan jazosiga uchraganki ba'zi izlar shular orqali asta butkul shu hujjatlarniki, xotin qarqash hujjatlarniki, hamda ko'ladagi odam o'tkash to'g'liq videolarniki, hamma Germaniyaga kelgan soqchiniki guvohlari hammasi bir-birisiga moslashgan holatda guvohlarimiz o'tirgan mukammal bo'lib o'tirib chiqqan bir paytda bunday ishlarning yuz berishi qilib bunga javob berish intayin tez bo'lgan bir savol bu. Masalan, shaxsan men biz da'vo qilyapmiz hamda o'zimizcha. Mana shu savol kelsa, shaxsan men bu bir turkum insonlarni ayirib qo'ymanchu, Xinjiangliklar debchu. Bular Uyg'ur emas, bular ziyonkashga fuchag'uvchilar emas, bular bizni ayrim, bular Xitoy bilan kelishim tuzuklik deb uchiq davirma. Ba'zilar menga inkas keldi, bular bilan nada kelishim bor, kelishim qilmadi, bular Xitoyga ishlamaydi degandek. Lekin qarindoshlar, men bir gap bor, siz Xitoy vizasiga boshvugan chog'da Xitoy bilan kelishim qilsiz, bir necha shartlarga, bir necha moddalarga ha ma'qul deb turib, anandan keyin shu vatanga boradigan gap. Bu kelishim bo'lmay nima? Endi ba'zilari yoshirin shaklda berayotganlar bor. Endi bundan keyin bunda videolarni taqib, TikTok deymiz, Douyin deymiz, o'xshamagan asboblar bor hozir. Sizcha bugungi kunlikda chiqishi bir tasodifiylikmi yoki bo'lmasa nima sababdan chiqyapti bu videolar va keng ko'lamda taqiqlanmoqda? Bu tasodifiylik emas. Chunki bütün qarindoshlarimizning 5 yillik emgikining natijasi mevzusini ko'radigan shunchalik yaqinlab qilayotgan Xitoy iqtisodi cho'kib hozir butkul tarafdan qiyin qistoqlarga uchrab, savdo to'xtamlarini amaldan qoldirilishi, ularniki mahsulotlarni chetlarga chiqishini cheklashi, iqtisod zarbining kuchayishiga ergishib, o'sha kishilik huquq masalasi bo'yicha, qirg'inchilik masalasi bo'yicha ular o'zlarini aqlab bulanmayotgan bir paytda bu narsani o'ttirib chiqishi bu tasodifiylik emas. Xitoy bir qo'lliq planlab o'ttirib chiqaryapti buni. Demak, tamam. Mayli, bizdagi kechirim, bizdagi yerlik qarindoshlarimizning mayli chetlarga chiqishi bu, ular maqsad qadrini yuyib, o'zining tashviqotini qildirish uchun chiqargan bo'lsa, mayaqtikilarni o'zining eng yaxshi
xizmatchilarini, ish etgan xizmatchilarini shu mediaga tarqatish orqali turib, shu ishlar qilishi o'ziniki qirg'inchilikni uyushtirishga va siyosiy faoliyatini qilishga bo'lgan intayin yaraqli planlab qilgan bir harakati bu. Demakchi, siz shuni demakchi, masalan, mayli siz berayotgan va boshqa lager shahidimiz berayotgan guvohlari bo'lsin va yoki tashkilotlarimizning, Uyg'ur qarindoshlarimizning qilayotgan da'vosi bo'lsin, bumi bir xil natija deb ko'rsak bo'lamdi, yo bo'lmasa mushtaq bir yerga zo'rladi. Artıq azroq bo'lsa bu bir qisman bir chegarani ochadiganning nimasini zo'rlab qo'ydi deb ko'rsak bo'lamdi. Bizni xalqimiz hozir his qilolmayotdi. Bu ajoyib zo'r natija bu. Chunki Xitoy o'zining xalqaro bu darajada yetim qilishni asla o'ylab boqmagan. Sizlar bilasizlar, Jungo tushu degan bir cho'ng bir projekt deyapti, bular 2025lik. Butunlay ostun ustidan qilib tashladik biz. Bu siyosiy tarafdan bizning ajoyib kuchli bir holatga biz bunda gerçek ko'nish chechlanganda qilganimiz bilan hammamizniki qilgan bir faoliyatlarimiz o'zining natijasi oxir bir kelgan bir cho'ng irqqa qo'yilib, xalqarada Xitoyni eng cho'ng dushman, ya'ni insoniyatga va xalqaraga bo'lgan cho'ng dushman holatiga keltirish bu oson narsa emas bu. Bütün dunyoda men ustun xo'jayinlik qilaman deb turgan bir davlatga qarshi biz qo'limizda hech qanday qurolimiz yo'q. Hech qanday bir me'yorimiz yo'q. Faqat shu guvohchilarniki va ot yurak vatanparvar millatparvar qarindoshlarimizniki guvohlik va to'xtamay faoliyat qilishi, anglatishi, mushta xalqaro sahnalarda so'zlashi, shuning turtkisida bo'layotgan bu natija chiqayotgan natijalarda o'tirib kelayotgan natija. Intayin cho'ng natija bu. Xalqaro qat'iy bo'lmaydigan natija. Masalan, ba'zilarni to'rlardan ko'rdim, ba'sim bo'pti, uzun yillardan beri bormabdi, ota-onasiga chidamabdi, bolalariga chidamabdi degandek bir ifodalar bor. Bundaq inkoslarni ko'rgan chog'da, masalan, nima degingiz keldi shunday insonlarga, shunday o'ylayotganlarga? Mahram Sintash inimniki, men ismini davrama inimizniki. Shuning ashlimasini men ko'rib, aqlim hayron qoldi. Bir normal aqli va inson, ham bu inimiz mediada ishlaydigan bir inson turib, shu so'zni qoldirib ekan, men hayron qoldim. Bu inson degan aql bilan o'ylanib, tafakkur qilib, anandagi bir narsa yozimiz, chiqarimiz. Ham u insonning aql agash kuchlari va o'zi ham mediada ishlaydigan bir inson. Shunday turliq Sintash inimizga chiqqan narsani ko'rib, aqlim hayron qoldi. Voy, bizning sevgimiz bu inson. Bizning ota-onamizni, sanglarimizni ko'rgimiz va hatto so'zlashimiz va mana o'sha millionlagan qarindoshlarimiz ham muhojirat qilib chet elda yashayotgan. Ularning yo'qmi? Bor. Pasport og'alarmi bor. Hatto Qozog'istonga O'zbekistonga berishni ayminib xatarsiz sezilmaganligi sababidan bu yoqqa borolmay, vatanni pur qilma olmay, masalan Turkiyada, Arab mamlakatlarida sayohat qilib yurgan qarindoshlarimiz 10 minglab bor. Başında holatda aşı insanların aşında inkaslarını qaldirishi men ularniki vatan va millatga bo'lgan muhabbati va aqidasiga gumon bilan qarayman. Agarchi u savolga u qarindoshimizni qaratmagan, lekin umumiy jihatdan Bahrayn qarindoshiimizdan boshqa insonlarmi shu ayrim qanamlarga asli deb ketdi. Yana bir deydigan gap, masalan, shu hozir berayotganlarga bir gapim bor. Masalan, qanday bu Xitoyga shunchalik ishinib ketdinglar. Ya'ni biz bilamizki, ayni vaqtida Xitoy pasport tutqizib qo'yib, haramga borsanglar bo'ldi, shu yerga borsanglar bo'ldi, bu yerga borsanglar bo'ldi, harakatni qilsanglar bo'ldi deb turib, keyin shu qonunliq harakatlarni keyin 10 yildan oldin haramga beribdi, 10 yildan oldin falon davlatga beribdi deb so'lavatdi. Sizlar endi berib, bo'pti, bugun boralabsizlar. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin sizlar bilan ko'rishgan tuqqaninglar va yoki sizni so'lab qo'ysa, u chog'da qanday qilsa, bu ishonch nereden keldi acaba? Xitoy bo'lgan o'zining qarindoshlariga, ota-onasiga ishonmay, kompartiyaga Xitoy bo'lgan ishonchisi, uning imonlik va millatga bo'lgan muhabbat darajasini ish bergan vaqtida ular o'zining Xitoy bekarga ishonadi. Chunki bu satqinlar tarixdan beri o'zining millatini, vatanini qanday bilmay turib statiklik buni. O'zining qilayotgan ne kadar ziyankesh, o'zining oxir 5 yil kelgan oqibatini o'ylamasdan turib qilayotgan bu ishni. Masalan, bu savolim qichib qoldi. Nima?
Mesela siz bir yazmanızda izipsiz mesela bu insanlar bilan kelish berish qilmaslik kerak. Mesela bu narsa qo'shqin bor bundan keyin. Uyg'urlarning jiqi cho'g' odamdiq. %99 degidek mushu panolik tilab turib yashayotidi va keyin shu yerning vatandoshligini olgan gap. Endi biz Xitoyga bevosita biz yonkashlik olib borolmaymiz, lekin shaxsan men shu tavsiyani qilaman. Agar vatanga berib kavitib turib va hatto qo'shimcha buni taqitib xushallik bilan mushta yaxshi berib keldim degan bo'lsa, mencha bu insonni shikoyat qilish kerak. Hani bu palonchi panolik tilabdi, bu vatanga berib kelibdi, bu qanday gap? Garchi uning vatandoshligini balki qoldirib emasmi? Qoldirish mumkin. Chunki mushta har qanday bir vatandoshlik olgan yerda xohlasa avatalaydi-chu. Gerçi kaldıramısamı, evetamisamı en azından şu kişiye bir nima deymiz bir eskartish nima emas bir yaram qilish kerakda bir avara qilish kerak bu insonlar uchun. Mencha mening tavsiyam o. Shikoyat qilish kerak Ogohlantirish. har turli davlatlarga-chu. Chunki sen Uyg'urning qiniga u vatandoshlikni olsa, yana Uyg'urning qiniga borsa, hozir irqiy qirg'inchilik bo'layotgan yerda ve rahat berib kelib shu yerda shu Uyg'urning qiniga olgan pasportni yashaversa, unda ish yo'q. En azından shikoyat qilish kerak. Ma'lum yerlarga shikoyat qilish deb qarayman. Siz bu haqda qanday qaraysiz? Albatta bu narsa bo'yicha men shu ish yuz bergandan keyin ba'zi qonunga savodi va do'stlarimizdan maslahatlashib paranglashdik bu to'g'risida. Yana qanday qilib bizning Gollandiyadagi shundaq millat sotqinlariniki yo'lini to'sab va ularga zarba beralaymiz degan vaqtda bu Gollandiyaniki davlat qonunida Gollandiya davlat qonuni o'tgandan keyin bo'libmi shu bizning bisilmagan vatanimizdan kelgan qarindoshlarimizga alohida eskartiladi ekan. Xitoydan boshqa har qanday mamlakatga berish huquqing bor, ammo Xitoyga borgandan keyin berish bo'lib qolsa, buning qutli o'zing mas'ul deb pasport vatandosh qasamni berib ogohlantirishlar beradi ekan. Ammo shuni eski olmasdan u yoqqa berishi bu Xitoyniki siyosatga qat'iy moslashib qilgan bo'lganligi uchun biz buni qonun yo'llarida buni bir arz qilish va yoki buni qilish kuchimiz bo'lmaydi ekan. Ammo shaxsiy o'zimiz endi shu vatanparvar, millatparvar bo'lib sifatimizdan uningga boshqacha usullarda bir zarba berishga mumkinchiligimiz bo'ladi ekan. Chunki bu media erkinligi uning o'ziga berib chiqarishi, ham u yoq berishi, ham bishimni ham o'zi ham egallab berishi bu narsada endi davlatniki manfaatiga ziyon solmagandan keyin bu yerda javobgarlikka tortish masalasida biz sal qiyinchiliklarga uchraydi ekanmiz. Ammo biz millat bo'lib sifatimiz bilan, bir guruh bo'lib sifatimiz bilan ularga o'zimizning qo'lidan kelgan bu ishlardan foydalanib hozir o'lim yetim bor, to'y to'kin bor. Biz millatimizning mana shu yerga yomon achchig'im keladi. Hozirga qadar ayirmoqlik maydonini qarang. Ana shundoq hech qanday bir millat, vatanning ishi ko'ngilmi bo'lmaydigan parvoy palak insonlar to'y to'kin qilsa, nazira qilsa, chunki o'lim yetim hammamizning bishida bor. Urug' tuqqanlarimiz o'ladi. Hatto o'ldirimiz, depart yaqinda bizning bir yosh inimiz hech qanday nimam yo'q deb imzoni etib ketgan bir qarindishimiz bor misol. Uyg'ur deganda ko'z qiyroq qochadigan insonlar. Bunda insonlar hozirdan hayotimizdan boshlab butun muomaladan ayirib tashlab bor. Buni qanday qashqamiz shu butun mana shu o'tni nima ko'ydirish kerak-ku. Xitoy qanday o'tirayotganimiz shu 30 mishlarning shu ko'ydirgan nimasi bor? Ashal ko'ydirayotsa unday insonlar. Chunki u shunga loyiq insonlar u. Axlat. O'zini tug'ilgan makoniniki, yegan, ichgan suyiniki, yegan dinaniki badalini o'tamasdan, ota-onasi ajrini qaytarishni o'ylamasdan, millatidan qichib yashab, tiqilib, o'g'lish yashab, erkinlikda yashayotgan bizim ruhiy qulluqda yashayotgan shu insonlarniki kuyib, kul bo'lib ketishi barhaq deb hisoblayman men. Mesela hozir shu mayli turist uchun bo'lsa, mayli oila ziyorati bo'lsin, işte amaba vatanga bormaslik kerak deb da'vatimiz. Peki vatanga boradigan bir sabablar bormidi? Berishga tegishli sabablar. Men shaxsan men o'zimning fikrim, bu yerda albatta ko'plariniki shu muajaratdagi hayotda iqtisodiy qiyinchilik intayin bir og'ir bir masala.
Bizniki u yerda qolib qolgan uy zaminlari va yer zaminlari, tijoratlari, iqtisodlari va ba'zilar shuni yo'qotib qo'ymaslik uchun borgan bo'lishi mumkin. Qismanlari qat'iy hech qanday bir faoliyatga qatnashmay, yoshirinib yashab, Xitoylarning qo'llarida ishlab, Xitoylar tijorat qilib, Xitoyga mol silib yurganlar bo'lsa, yana o'zi kompartiyaga bo'lgan ishonchisining 100% bo'lganligi sababidan borgan bo'lishi mumkin. Hamda insonlarni biz unda insonlar qatorida va ularni olishib yashab boqmagan ekan, uni faqatla tahlil qilamiz. To'g'ri uning javobini berishimiz bizga nisbatan tez. Yo'q, mening so'rashimning sababi ba'zan masalan mening o'ylaganim shu. Bir necha sabablar vatanga borsa bo'ladi deb qarayman. Siz buni qanday qaraysiz? Men sizga deb baqay. Masalan, BDT tekshiruvchilar bilan berish va yoki bir hukumat bilan oilangizni surishti qilish degandek mushtaq sabablar va yoki sizning birsi haqiqatan uqmayman qanday bo'ldiki, masalan sizning bir shu soqchi yo amaldor bilan bir narsa fosh qilmoqchi, lekin uni to'g'rida avatkili bo'lmaydi degandek mustaqbilli balki kinodagi o'ylayaptimi, shu yerga berib ba'zi ashtaqa ma'lumotlarni muhim da'voga foydali narsani ilish uchun berishi mumkin mushtaq bo'lsa bo'ldi deb qarayman shaxsan. Buningga mushtaq sabablarga borsa siz qanday qaraysiz va yoki buning o'xshash? Bunday sabablardan Xitoylar borsa men uningga ishonaman. Ammo biznikilarniki u suzgidan o'tishi asla mumkin emas. Chunki hatto bizni shu turmadagi so'rat narsalar ochgan uchunda qip yalanglash qilib, do'ng'ay tutib tekshiradi qarindishim. Oqa maqatimizga ham qaraydi. Bir narsa tiqib oldimi, tiqib olmadimi deb. Og'izlarimizni ichiga oqa maqatlikcha tashlaydigan bir Xitoy hozirgi vaziyatda ashadagi axborotlarni sirtib kelib kelishni uning ustiga nurg'un Xitoylarning o'zlarining ichki ahvollari sirtlarga yelib ketayotgan bir paytda shaxsan bizning millatimizdan ularga berib, unday narsani olib chiqish degan narsa aqlga muvofiq emas. Faqat ma'ashar o'lib ketishga rozi, mayli agar so'rasa mayli nima qilsa, deb jon alqonga olib qo'yib berish undaq inson menimcha yo'q. Bu bir millat vatan xizmati foydali bir ish uchun bormaydi uning o'yinda. Bu yerda albatta hamma odamni to'sab bo'lmaydi berishni. Haqiqatan bu Shinjongliklar mumkin bizni ko'maydi. Bu mesajni ilishimi natayin. Lekin shu o'ttirda baraymi, bormaymi, qilaymi, qilmaymi, bularga bir mesajimiz bor. Ya'ni boy degandek bu da'vorimizga ta'sir qiladi. Mushu insonlar bilan en azından shame deymiz, ayib. Misalni ayiblab, shikoyat qilib, ular bilan bilish-kelish qilmay. Chunki bular hisobda irqiy qirg'inchilikni qo'llayotdi. Ya'ni hatto Xitoy qatorida ko'rsak bo'ldi deb deyman. Chunki ba'zilar kelishim yo'q, kelishim qilmadi deydi, lekin viza olgandan keyin cho'qim bir kelishim bo'ldi. Albatta. Hatto ba'zilariga vizani bersam, undaqda sen munda narsani hambaklanib qo'y. Mishada ahvollar yaxshi. Qandaqda bir necha oy avval bir adam bordi Istanbulga kelib, bunda keldim, anda keldim deb vatanning ishchidikidan teshga chiqayotganlar. Bir yosh bola. Hatto ba'zilar vatan ishchidan turib chiqayotganlar bor. Hatto yangidan panolik tilayotganlarni ko'rdik, anladik. Siz bular qanday muomalada bo'lishimiz kerak? Ularga nəhayət səcgir bo'lmasak bo'lmaydi. Chunki Xitoy bizning tonimizni, bizning millatimizning, bizning tilimizni so'zlaydigan, bizga o'xshaydigan, irqqa o'xshaydigan ashna insonlardan foydalanib, bizdagi hozirgi bo'layotgan kuchli faoliyatlarimizga texnik zarba berishga va texnik bizni parchalashga ular bizga mech kelgandan keyin foydasi emas, ziyni intayin ko'p bo'ladi. Dastlabda qisqacha biz uchurlarni berganda qiyofat kirib olgani bilan amaliyotda ularning yushirin plani boshqa planlar bilan keladi bu yerga. Chunki bizniki xalqimizning orasidan shu yetim bolalarni maxsus Urumchida ham Qarmayda boshqa tarbiyalaydigan jasus tarbiyalash organlari bor. O'zimizning millatimizdagi yetim bolalarimizniki, ota-onasiz qolib qolgan ba'zi yetim bolalarni chiroyli amdan aqlli bolalarni maxsus chet tillarga cho'ng jasuslik u boshqa bir masala hamda. Darajasi biz ham bu shakllarga o'xshagandan keyin unda cho'ng jasus qilgan u boshqa, elchixonada ishlaydigan cho'ng siyosiy jasus qilgan u boshqa. Tuman qatlamdagi, o'tir qatlamdagi har sohaga kirib ketalaydigan insonlarni
her derecege bölgen holatda tayyorlab chiqadigan organlar bor. Bega chiqqan insonlar bevosita acaba 5 yil burun shu 4 yil burun bo'lmagan narsa nima uchun bugun kun kelgan vaqtida butkul xalqarada yetim qolgan, ham butkul shu BDT'da bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Kanadada bo'lsin, butkul savdo muomalalar uzilgan, iqtisodi cho'kayotgan, siyosiy tarafdan yetim qilayotgan bir paytlarda bizning xalqimizning orasidan ana yoshlarning mana voy bundaq yaxshi chet el pasportlarni beryapti, chiqyapmiz degan narsasi bu butunlay o'zlariniki bir siyosiy o'yinlari va siyosiy qiltaqlari. Buning hali hazır bo'lishimiz kerak biz. To'g'ri. Mushu yaqin men bir necha qatim ta'kidlab yurdim ekranlarimda. Mushu namoyishlarimiz bo'lsin, da'vo sipimizda bo'lsin, nurg'un insonlar burun batdi, hozir chekinyotidi. Sizce buning sababi va yoki sabablari nimada? Chunki balakasi qarindoshdan deb o'zimizning orasidagi shunda sotqinliklar va zarbalar, til ahonatlar, tuhmatlarning jiqligidan odamlar yenib ketadi-ku. Bu nəhayət müstəhkəm bir işənc, iradə və qeyrət bilan bir bu ishni qilmasa, dunyoda hamda nima tas gapiraymi sizga? Sharq Turkiston xalqining ishini qilmay dunyodagi eng tas xizmatlarning biri deyman men. Anlayamadım. Sharq Turkiston Uyg'ur xalqining xizmatini qilmoq eng tasmga deyman men. Nimishqa? Voy bu chunki shunchalik badallarni to'lab xizmat qilmasangiz, bir so'z qilmaydigan bir odam yo'qkanki, ne bir o'zining rahbarini hurmat qilish, ne bir o'zining botirini hurmat qilish, ne bir o'zining bir aktivistlarni bir hurmat qilish, qo'llab-quvvatlash. Nihoyat astanagilarni himoya qilib, qo'llab-quvvatlab qiladigan ko'p sonli insonlar ash Xitoyning ashulaqa g'aybat xorlarining nimasiga agishib, o'xshashlar shu qora qo'yaqlar va shu bir tiyoqda haydashi albatta bizlar emas, nurg'un insonlarning shu holatda shu vatanga va millatga bo'lgan muhabbati va irodasi, g'ayratiga ajoyib bir such ochadi, to'sqinlik qiladi. Shuningdan voy qo'ya bo'ldi, maqsad ishni qilishma, o'zimni ishni qilma, hayotim, oilamga bo'lgan muhabbatimni beray deb yenib ketishi mumkin. Hatto qilgan ishlarini bo'ldilar, men Alloh ko'p bo'lsa bo'ldi, men haqqa ko'z uchun qilmaganligim deb shuni holat o'tishga mumkin. Hatto bir xil tashlab voz kechib o'zining boshqa hayotini yashashi mumkin. Bizga Xitoy undan qo'rqinchli zarba bermay to'xtatamaydi bizni bu yo'ldan-ku. Bizning atimizni o'ldirib onamizni o'ldirib qonimizni o'ldirib to'xtatamaydi. O'sha qarindishimiz yan aqimizda pichoq urgan bu yomon egri ahanatchi bu. Mesela biz anladık nurg'un lager şahitlerimiz var. Mesela lekin o dünyada o'tirib chiqqan bir 8-9 yillar. Siz necha yilning yaqi mushu davoni apmayapsiz. Mesela sizni doim o'sha mang'izdigan va davom qilay to'xtab qolmay ba'zan cho'qim zo'r balki kelganda aqlingiz va nemish qilaman hayotimni yashayman yashasam bo'laverdi-ku boshqalardek. Sizni doim o'sha mang'izib turadigan narsa nima? Motivasyon deymiz endi. Mushu nima siz uchun? Chunki meni bu mang'izdigan narsa bir g'urur. Ya'ni men atamning tarbiyasini, onamning tarbiyasini vatanda o'sib yetilgan, shu qor suvlarini ichib cho'ng bo'lgan bir bola, o'zimning ona yurtiga bo'lgan mehr muhabbatim cheksiz, o'zimizning kimligiga bo'lgan nimamizmi shunchalik cheksiz, hurmatimiz, muhabbatimiz cheksiz. Shuningga men shunday bir sharoitda chet elga rajan bo'lib turib, o'lim lagerlari qamalib, xo'rlangan o xo'rdoq bizni tinimizni bo'ysundiradi uning ichida-ku. Zanjirlay balo turib tinimizni bo'ysundirdi, ammo shu Hun ruhi, Uyg'ur ruhini, Qozoq ruhini, bizning ruhimizni asla bo'ysundurolmaqlar. Hala bugunga qadar. 100 yil mobaynida bizni shunchalik ezib, shu ruhini men buniki shu qalbdagi xiyollarni o'zimizga boyash aydirma. Xitoycha qilman, qanday shu tajriba qildirib, qanday yashashni qildirman da'vatidi, ammo bizning aqlli xalqimiz turmalarda bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, lagerlarda bo'lsin, hala bu ruhiy qulluqqa bo'ysunmay keraklik. O'lim o'lish roziki, bu yo'l bo'yiga yashashni tanlamoqlik. Shuni kesib aytalayman men. Uni ko'ryapmiz, TikTok'larda ko'ryapmiz, do'yinlarda ko'ryapmiz. Har xil usullar bilan yetkazayotgan. Lagerning ichida hozir qanday qilayotganmiz biz ayni vaqtda shunday qarashib chiqqan ashning ichida. Agar bizni bilyapman qanaqa hayot chiqa olsa, cho'qim buni deydi. Qozog'istonda bir qozoq vakada
bütün 5000 kişilik nimasida hammasi shuni anglab bilib bo'lib nimishqa to'xtamay har kunga qarshi chiqib man 3 oy to'xtamay qarshi chiqdim har kuni. Oxiri shu 1 oy yog'och qamaldim. 3 kvadratlik 1,5 metrlik 2 metrlik kvadratlik 1 oy 30 kun yog'och qametilganman. Yog'och qametildim. Hech qanday odam yo'q yanimda. Hatto osh qo'yildik, turg'izib qo'yildik, yo'l o'rindiqqa bog'lab tashlandik. Lekin men bu naqshlar chidamasdan ashna qarshi chiqib keldim. Menga o'xshagan, sasilgan qarindosh Batir qarindoshimiz bor uning ichida. Shu narsa shu xo'rliqqa bo'lgan qarishlik va xalqim va vatanimga bo'lgan muhabbatim meni bunga undaydi har vaqt. Biz men o'ylab o'tiraman, voy nimamda chiqqan bu Qozog'istonda bir xotirjam yashab, o'zimning sot tijoratimni qilib, bir yashab kamimdan berib kelalaytdim kerak bo'lsa, agar bu hech qanday alashmay, jim yashagan bo'lsam, Xitoy meni hargiz men ikki qilmadan nim qilmagan bo'ladi. Men xotirjam berib, og'zimni ochmasdan yashavergan bo'lsam, yashaverdim onamni, otamni chiroyli uzutib misoli, ko'mib yerlikka. Chiroyli onamni bag'rida qarindoshlarni bari quchoqlab yat bayramlarda ko'ch yashalgan bo'lardim. Bizning yashig'imiz bor, shukrlarni ko'ygimiz bor. Biz her zaman deymiz, mesela bu halk uyg'onmidi, düşmanı tunumidi. Yani bu düşmanni, bu uyg'otish qanda bo'lsa uyg'onimiz aka sizce? Yo'q. Yani nima bo'lish kerak bu? Uyg'onadigan ishonmayman qarindoshim. Chunki uyg'unliq. Ha. Adam yolg'on uxlavas uyg'otib tug'zamaysiz-ku insonni. Uxlab qolgan insonni unda ko'plik bigi sanchingiz turadi-ku masalan, endi muqsiz uyg'onudi. Men qat'iy uyg'onmagan inson nima uchun bilamsiz? Yolg'on uxlab o, yolg'on uxlab. Uxlayotgan emas, uyg'onib bo'ldi. Abduxoliq uyg'otamagan xalq shu 5-6 mabanda uyg'onib bo'liqliq insonlar. Lekin qasddan uxlab qarindoshim. Vaqtimi berib qapti aka. Sizning boshqa yurak so'zingiz, bu haqda boshqa gaplarınız bo'lsa va yoki oldimizdagi kunlarda, oylarda qanday planlar bor da'vo to'g'risida shuni bir deb o'tsangiz, aningizni ekronni yeb bersam. Xitoyniki shu jasuslar qarshi bir qonun nizomini e'lon qilgandan keyin bu harakatlarning o'ttirg'i chiqishida Xitoy yana intayin bir cho'nqur bir planni ijro qilishga tayyorlanyotadi. Chunki mashg'ulot degan Xitoyniki boshchiligida Sharq Turkistondagi bu xalqimizniki bo'layotgan qirg'inchiliklarni eng tez holatda, vahshiy holatda ipratgan, to'xtatmasdan qilayotgan bo'lsa-mu, bizning bu xalqarada uningga qarshi uning tajriba, tadbirlarni olmaganligi sababidan hozir bular shuningga endi shu muhojiratdagi siz davomlaganda yolg'on uxlab qolgan insonlarni indakka tushirish, qiltaq tushirish uchun o'zining aktiv xizmatchilarini, satqinlarini tanga bag'izib akalash orqali bizning kuchimizni parchalash va shu qatorda shunday hech qanday millatga alishmaydigan yushurin yashab, xotirjam men berib kelsam bo'ldi-ku deydigan insonlarni, mayli Amerika grajani bo'lsin, mayli Kanada grajani bo'lsin, mayli Yevropa grajani bo'lsin, ular uchun baribir. Xitoy bu qonunni e'lon qilishning boshqa maqsadi yo'q. Shuning bilan nima deymiz? Danchichib bir ish kaptani tutmasdan nima qiltan tatmasdan 7-8-13 tushganni tatimizku, shuningga o'xshash. Xitoy shu yilisidan amalga oshirishni tirishyapti. Men muhojiratga barliq qarashim uchun tavsiya qilgim keladiki, mayli siz kim bo'lishingizni qat'iy nazar, ashaq qadam besib qoladi ekansiz, qachon siz Xitoy ko'rsatgan qadam bosdingiz, o'zingizning bilmasdinlar millat satqini va vatan satqini bo'lib qolishingiz oydin aniq narsa. Ikkinchi, siz vatanga borgan taqdirda qismanlar jazoga uchrab tutilmasimi, ammo ko'p qisminiki aeroportdan olib ketilib, u dul turmalarga qamalib, hatto organlaringiz ilinib, turmada chirib ketishingiz ham mumkin. O'ltirilmagan taqdirdami, sizni turmada qamab, Yevropa, Amerika, Kanadalar kishilik huquq tashkilotlari va davlatlarning siyosatiga ko'zir qilish maqsadida qo'llanishi ham mumkin. Shuning uchun men aziz qarashim uchun tavsiya qilamanki, urg'iylarga gap ta'sir qilmaydi, uning foydasi yo'q. Yolg'on uxlab qolgan qarindashim uchun tavsiya qilib keladi. Uyqusini qat'iy ichib, men millatim bilan bir millat Uyg'ur bo'lib yashay, xalqim bilan yashay
vatanimizni chuqur utuq qozonib, g'alaba qozonib baray degan o'yga kelishini, sagak bo'lishini, azroq bo'lsa-mu o'ziniki yegan nenining, ichgan suyining haqqini va Uyg'ur deb qo'yilgan nomining haqqini ado qilishini umid qilaman. Allah razı olsun aka. Ekranға yaxshi fikringizni yaxshi mushda ichpadingiz. Bir lager shayt bo'lish sifatingiz bilan. Ko'rashkicha aman bo'ling. Men hozir ekran bo'lsa savollar qo'yish bo'ldi. Bizlar savollar bo'lishi mumkin. Savollarmi yo'q-kan? Savol so'rab baqdim. Hech kim qo'ymabdi. Degan ish vaqti bo'lgandan keyin mumkin. Belki yilidan ba'zi hayotda degandek. Bo'ldi, ish qilsa. Bu vaqtda inshaalloh shanba kuni Abduvali Ayub akamizni ekranga taklif qilmoqchi. Bu vaqtda yana dirim davomi deb turish kerak. Boy degandek bu insonlarni bir xil barman deb o'ylashayotganlarni en azından bir shame, bir ayib qilish kerak-ku. Andan keyin boy degandek tekrar deyman, bularni shikoyat qilish kerak. Panohlik qilib turib, qilgan bo'lsa shikoyat qilib, illa bir vatandaşlığını amalda ilip taşlısın, taşlamagan taqdirdimi bir avarchilik berish kerak bularga deb o'ylayman. Eng oxirgi so'zingizni Asim aka. Bo'ladi. Sizningmi medialarda mana shunday xalqimizniki engini ko'taradigan, engini ochadigan, foyda manfaat yetkazadigan mana shunday programmalarga rahmat aytaman. Bunday fursatlarda yana bo'lsa, savol so'roq tariqasida bir guruh holatda 5-6'miz, 6-7'miz mesela oturup bazı nurg'un qadashimiz var. Edisini o'tmaydigan, tushunmayotgan bir problemlar var. O'shalarga bir maslahat qilib, achalaydigan, so'zlaydigan bir media bo'lishingizni umid qilaman. Shuningga bundan keyingi panelingizda bir ikki shaxslarni cheklab qolmasdan, haqiqatan bir 3-4 insonni sig'dirasiz ekranga. Suhbat xarakterlik programmalarimiz bo'lsa degan umiddaman. Chunki men turklarniki o'sha analiz nimalarini jiq ko'raman, ruslarnikini ko'raman, o'sha ya'ni niderlandnikini ko'ryapman hozir misol kerak bo'lsa. Shunda nurg'un masalan, shunda o'tirliqda xalqni to'g'ri bir ideologiyada, to'g'ri bir nima yetaklab mangadigan bir xil medianing kuchi intayin zo'r bir narsa-ku bu. Chunki hamma narsa media bilan bo'layotgan bo'lgandan keyin hozirgi urushlar va siyosiy faoliyatlarning hammasi shunga ashunday bir bo'shliqni to'ldira olsangiz degan umiddaman aslında. İnşallah Allah razı olsun. Sizin yardımınız bilan mustaq vaqt, qimmatli vaqtingizni chiqarib qilganingiz bilan sizga Allah razı olsun. Boy degandek bu dunyolik uchun emas, bu dunyoning oxirati bor. Yaşsak yani bir 70-80 ga yaşamız yani bu dünya uchun emas ki. Hatta qaysi şu Angliyada bir gap ichilib qoldi, shu vatandan chiqib ketganlar işte talaylikmi degandek bir savol chiqib qoldi. Men dedim qanday talaylik? Mesela okey, shu da'vo qilib vataniga bir to'kpa qo'shgan bo'lsa, okey, umi bir nima, lekin bu dunyoning oxirati borki, shu dunyoda zulm chekkan, xo'rlik tatgan insonlar dunyoga borgan chog'da hech nima sezmagandek bo'ldi ekanchi, bu shahid bo'lib ketganlar. Va bu dunyoda bo'lganini unutilib ketib, men zulm chekdimmi, men xo'rlik chekdimmi deb o'ylaydik. Va biz navoda biz shahid bo'lib ketmay qolsak, biz bir xil shu shahidlarni ko'rib, ya keşke men bu dunyoga qaytib Allahning mukofotini ko'ribchu, keşke men de dunyoga qaytib shularning tatqani men tatqan bo'lsam, meni ming parchaga kesib bo'lsa degandek bo'ldi ekanmi. Shunga vatandagilar hamda oxirat, bu musulmonlarga deyilgan gapda, hamma odam ishini to'g'ri bo'lmaydi. Lekin bir musulmon nisbatan bu vatandagilar talaylikmi yo bizmi talaylik, buni bir danqa sapasi kerak, o'ylash qilish kerak deb o'ylayman. Albatta. Musab bizniki ati sözümüz var o. Kişinin yurtida sultan bo'lguncha o'z yurtida ultan bo'l deb. U bekor aytilgan so'z emas. Shu maqsadda aytilgan so'z. Bullaka Allah razı olsun. Men ekran yiptay bir qisqa video bilan ayrim siz tushib ketmang, ayrim yana qo'shilsaylikmi? Darhol tushib ketmang. Bulda qarindoshlar videoni taqib qo'yinglar, hammaklab qo'yinglar, do'stlaringizga yetkazib qo'yinglar. Bo'pmi shu vatanga berib kelman da'vatqanlarga ko'rsin. Aql ol degandekcha aqlli bo'lsin. Kelaqatim ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.